Assalomu alaykum bindandagон muhtaram. Imroz bu operatsion ro'z bud. Operatsiya ki falva protezini implantatsiya kardim. Bemora tarix hashagim 8 sol shud yagon bor hamxobagina kardagi pesh az o'ylador shudagina hamxobagi kardan natunizdagi даже дастиш qat'i nabrovardagi. In bemorda ham xeyli problema astki o'zing mardondagi erektin disfunksiya sosudisli venokluzin erektin disfunksiya megad ham xeyli problema asti. Va bemor 3 sol zang giriftagi ba'di 3 sol ham hamxobagi kardan natunizdagi va pesh har xil doktor raftagi va har xil dori navisdagi dori hech yordam nadodagi. Oxiron omad hamma chiz va tayyor shud. Bu implantatsiya bo'ldi. Mana inshaalloh ba'd 1 moh, 1.5 moh metavonat bemor inshaalloh hamxobagi kunad va o'ylador shavad. Agar hamma chiz misol ba'd 8 sol peshni ham 7 sol pesh meomad, o'zi yakum bachash inshaalloh hamma ba izni Xudo yakum sinf meraft. Ya'ni baray hamma shimoda o'zi mardonagi agar doriho qat'iy naxizad. Hamma chiz qat'iy naxizad, значит oxiron faqat yakta rohshasta implant bo'ldi. Ina man придумать nakadagi, man fikri mani, ina mo az guidelines, az konstitutsiya, urologiya, meditsina, tibbiyot megirib. Hamjida ham xil navisdagi, yakum dori yordam nadod, значит implant bo'ldan darkor. Shuma agar shuma dori yordam nadod istay, Xudo tuna ovora karda tuda suda nagardi yordam nametadi chiz. Faqat yakta rohsh ham xili implantas, hamma implanta mashmu memonim. Va bamo hamین bemor ba'd operatsiya отзыв dod. Bisyor bemoroi ki hasta da در شهر تشکیل rahmat guftagi ba zaboni o'zbeki, o'zbek kanalda hasta va отзываш shimo ba ma'mulan nishon metim ba zaboni tojiki va tarjima mekim. Hamma xeyli informatsiyayi ki ba foyda az nagzarim ged bamo obuna shaved, podelиться kunid va digaron qat'iy podelиться kunid va kommentariy xudoni navishta bo'lib salomat bo'shing.